34 yil deganda uylanyapman. 34 yil. Do'stlar, bu bayram. Hay kuyov. Oshiqmang aylanib ketay. Men kelinda ammasiman. Qorovullikka kelganman. Odimda, odim. Ha, bir kun o'tmay qolmas, men nargi uyda joy taqayaman. Men 34 ga kirib, senga kim uylansin dedi. Va nihoyat bugun bizda hech kim bezovta qilmaydi. Yaxshilab keldingizmi, begim? Bu gaplarni qancha kutdim. 34 yili Hay kuyov. Oshiqmang aylanib ketay. Ko'rasan, joningizga ham tegadi. Endi men qorovulmanda. Odim shunday, odim. Bu maktabida qorovullik qilyapman. Demakki boyanmidi. Ha? Yo, hech bala ketyapman. Jishtirib o'tirib oyog'ingda. Mun 3 kunda azobi, mun 34 yilda azobidan oshib tushdi. Ha, tingamni ammang jetkilar qaytamiz. Aka. Ammang yo'qmi? Ha, kuyov. Ha, amma. Qorovulmanda. Odim. Ammanga hani bug'doyzordagi manaqa qarovga o'xshaydi. Jonimga tegib ketish ammang ham. Kuyov. Uzr, endi bezbetlik qilyapti deb o'ylamang. To'ylaringga ham bir pasda 3 oy bo'lib qoldi. Bir pas emasda. Yaxshi niyatda lalaku olib keluvdik kuyov. Zamonaviy texnologiyalarda ishlab chiqarilgan, bolani tagi quruq turadi, allergiya chaqirmaydi, tursikchalik. Yangilik bormi? Qaydan yangilik bo'ladi? Hali massini ham yechgan yo'q sizni deb. Abi, nimaga? Tinimsiz qorovullikqa o'tiribsiz-ku qo'lingizga baylab. Odim. Ana shu o'dimni kim o'ylab topgan ekan, Да, проходите. Shas. Alo. Allo, begim, tez keling, ammam ketdilar. Ha, hozir boraman, hozir. Singilcha, bergan pulimga roziman.